Assalomu alaykum. Efirda Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Qashqadaryo viloyati teleradio kompaniyasi bilan hamkorlikda tayyorlanayotgan osoyishtalik ortidan informatsion dasturi. Aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlik hamda narko jinoyatlaridan samarali himoya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida mamlakatimiz bo'ylab 20-noyabrdan 20-dekabrga qadar xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari amalga oshirilmoqda. Viloyat miqyosida o'tkazilgan giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy muomalasiga chek qo'yish maqsadida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida jami 3 kilogramdan ortiq giyohvandlik vositalari va sintetik mahsulotlar, 500 donadan ortiq kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop tabletkalar aniqlandi va belgilangan tartibda rasmiylashtirib olindi. Jumladan, Qarshi shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda Jamil Abdusamatovning boshqaruvida bo'lgan avtomashina ko'zdan kechirilganda, mashina salonidan jami 430 gramm marixuana giyohvandlik vositasi hamda giyohvandlik vositalarini iste'mol qilish uchun qo'lbola usulda tayyorlangan yilm idishlar borligi aniqlanib, protsessual tartibda hujjatlashtirib olingan. Holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi va 276-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Ko'kdala tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirlarda ham giyohvandlik vositasini o'zining tomorqasida sotish uchun yetishtirib kelgan fuqaro Hamid O'tkirov 2 kilogramm marixuana giyohvandlik vositasini 80 million so'mga sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Giyohvandlik vositasi protsessual tartibda hujjatlashtirilgan. Holat yuzasidan fuqaro Hamid O'tkirovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlar doirasida fuqarolarga noqonuniy tartibda yashirin hujra tashkil etib diniy saboq berib kelayotgan fuqarolarning faoliyatiga chek qo'yildi. Qarshi tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida Qarshi tumanida istiqomat qiluvchi Dilbek Nabiyev oila a'zolari va yaqin qarindoshlari hamda u bilan suhbatdosh bo'lganlarga diniy amallarni bajarish, dunyoviy hayot tarzini o'zgartirib, diniy hayotda yashashlikka da'vat qilib keladi. Mo'may daromad topish ilinjida Qarshi tuman Beshkent shaharchasi hududida joylashgan nodavlat ta'lim muassasasida diniy adabiyotlardan arab tili grammatikasidan 8 nafar shaxs noqonuniy diniy ta'lim berganligi aniqlandi. Tumandagi umumiy o'rta ta'lim maktabining bir necha o'quvchilariga arab adabiyot tili va arab alifbosi nomli adabiyotlardan foydalangan holda noqonuniy diniy saboq berib kelganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Dilbek Nabiyevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 241-moddasi tartibida yuqorida keltirilgan voyaga yetmaganlarning ota-onalarini O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi tartibida javobgarlikka tortish choralari ko'rilmoqda. Yana bir holat Yakkabog' tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida ham xuddi shunday holat aniqlandi. Tumanda istiqomat qilib kelayotgan fuqaro Iqlima Qurbonniyozova o'zining yashash manzilida tegishli idoralardan ruxsatnomaga ega bo'lmay turib, mo'may daromad evaziga yashash xonadonida 5 nafar qizga diniy ta'lim berib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, Iqlima Qurbonniyozova ularga muallimi soniy va arab tili grammatikasi nomli adabiyotdan foydalangan holda hujra sharoitida noqonuniy ravishda diniy saboq berib kelgan. Mazkur holat yuzasidan hozirgi kunda tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, diniy ta'lim va diniy birlashmalar faqat davlatda ro'yxatdan o'tgan tashkilotlar orqali amalga oshirilishi mumkin. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari davomida aholi va uning salomatligiga jiddiy zarar yetkazuvchi, hech qanday sifat nazorati ko'rsatkichlariga ega bo'lmagan hamda gigiyena talablariga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan, uy sharoitida sanitariya qoidalariga rioya qilinmagan holda ishlab chiqarilayotgan qo'lbola mahsulotlar ham aniqlandi. Jumladan viloyatimizning Koson, Kitob va Shahrisabz tumani hamda shahrda o'tkazilayotgan tezkor tadbirlarda ham 6 ta holat fosh
fosh etildi. Tadbirlar jarayonida qo'lbola usulda tayyorlangan juvos uskunalari, turli hajmdagi chigit, zig'ir va paxta moyi, shuningdek yordamchi ashyolar protsessual tartibda rasmiylashtirilgan. Xususan, Koson tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda Isroil Allayevning yashash manzili ko'zdan kechirildi. Tekshiruv paytida molxonada yashirin ravishda o'rnatilgan qo'lbola usulda tayyorlangan moyjuvos uskunasi borligi aniqlandi. Shuningdek, 2 tonnaga yaqin paxta, 3 tonnadan ortiq chigit xom ashyosi protsessual tartibda hujjatlashtirib olindi. Kitob tumanida amalga oshirilgan tadbirlarda esa muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 186-moddasi bilan sudlangan tumanning Bo'ston mahallasida yashovchi Egam Sattorovning yashash xonadoni tekshirildi. Natijada o'z xo'jaligida qo'lbola usulda yasalgan 4 dona juvos uskunalardan foydalanib, moy ishlab chiqarayotgani aniqlandi. Voqea joyidan chigit mahsulotlari, zig'ir moyi, juvos uskunalari rasmiy tartibda hujjatlashtirildi. Navbatdagi manzil Shahrisabz tumanida yashovchi Odil Muqimovning ham yashash xonadoni ko'zdan kechirildi. Yordamchi xo'jaligida 1 dona qo'lbola juvos uskunasi orqali moy ishlab chiqarayotgani aniqlangan. Tekshiruvlar davomida chigit va 1 tonna qadoqlangan paxta moyi hujjatlashtirib olindi. Shahrisabz shahrida o'tkazilgan yana bir tezkor tadbirda xususiy korxona rahbari Salim Xushvaqtovga tegishli obyektlar tekshirildi. Aniqlanishicha, xususiy korxonada 3 dona qo'lbola juvos uskunasida moy ishlab chiqarilayotganligi aniqlandi. Voqea joyidan 2 tonnaga yaqin paxta moyi hamda 3 komplekt juvos uskunalari rasmiy tartibda hujjatlashtirib olindi. Eslatib o'tamiz, bunday noqonuniy faoliyat turlari bilan shug'ullanish qonuniy tartibda chora ko'rishga asos bo'ladi. Qo'lbola usulda tayyorlangan mahsulotlar esa gigiyenik talablarga mutlaqo javob bermaydi. Inson salomatligi uchun xavflidir. Mirishkor tumanida viloyat ishchi guruhi tomonidan xavfsiz muhit yaratish va jinoyatlarni oldini olishga qaratilgan o'rganishlar amalga oshirildi. Viloyat ishchi guruhi tomonidan mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish, jinoyatlarni bartaraf etish maqsadida xodimlarga xizmat oldi yo'riqnoma berildi. Unda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosarlari tomonidan jinoyatlarni erta aniqlab oldini olish, sodir etilganlarni fosh etish, fuqarolar o'rtasida qonunbuzarliklarni oldini olish bo'yicha xodimlarga topshiriq va tavsiyalar berildi. Ishchi guruhi tomonidan Mirishkor tumanida kriminogen vaziyatni jilovlash, jinoyatlarni oldini olish, sodir etilganlarni fosh qilish, aholi bandligini ta'minlash, fuqarolar o'rtasida huquqbuzarliklar va jinoyatlarni oldini olish kabi kompleks o'rganishlar olib borildi. Boshqarma sohaviy xizmatlari xodimlaridan iborat ishchi guruh tumanlarda jamoat xavfsizligini ta'minlash, mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, hujjat tartiboti borasida amalga oshirilayotgan ishlarni ham o'rganib, amaliy yordamlar ko'rsatildi. Shuningdek, ichki ishlar organlari xodimlari xizmat intizomi va qonunchilikka rioya qilishlari bo'yicha yo'riqnomalar berildi. O'rganishlar davomida tumanda kriminogen vaziyatni jilovlash, jinoyatlarni oldini olish, mahallalarda xavfsiz muhit yaratish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, ishsiz va kam ta'minlangan fuqarolarni band qilish hamda qonun ustuvorligini ta'minlash borasidagi ishlar ham muhokama qilinib, mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Qarshi shahrida mansabdor tanishlari orqali haydovchilik guvohnomasini 2000 AQSh dollari evaziga olib berishni va'da qilgan shaxs o'tkazilgan tezkor tadbirda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, haydovchilik guvohnomasini o'z bilimingizga ishonib belgilangan imtihonlarni topshirib olishingiz mumkin. Ma'lumki, yo'l harakati qoidalariga rioya qilmasdan avtomobil boshqarish yo'l harakati ishtirokchilariga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qoidalarni to'liq o'zlashtirib, avtotransport vositasini boshqargan inson esa o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'ymasdan qoidalarga amal qilgan holda ulovni boshqaradi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi tomonidan Qarshi shahrida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228-moddasi bilan sudlangan Mahmud Qo'ldoshev Qarshi shahar hududida joylashgan aholiga xizmat ko'rsatish mas'uliyati cheklangan rahbari Qarshi tumanida yashovchi Qayumov ilg'orga mansabdor tanishlar orqali BS toifadagi haydovchilik guvohnomasini 2000 AQSh dollari evaziga qo'lga kiritish taklifini beradi. Qing'ir ish keltirar tashvish deganlaridek Mahmud Qo'ldoshev oldindan kelishilgan 2000 AQSh dollaridan 200 AQSh dollari miqdoridagi pullarni olgan vaqtda tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Mazkur holat yuzasidan fuqaro Mahmud Qo'ldoshevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ko'ktala tumanida chorva mollari o'g'irligi bilan shug'ullangan jinoiy guruh ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbir davomida qo'lga olindi. Azamat Boboqulov o'zganing mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish maqsadida tanishlari Bahodir Tangriyev va Alijonovlar bilan jinoyatni biriktirib, joriy yilning 12 oktyabr kunida 13 oktyabr kuniga o'tar kechasi Ko'kdala tumani Beglamish mahallasida istiqomat qiluvchi Olimovning yashash uyi yaqinida joylashgan. Qo'raga g'ayriqonuniy ravishda kiradi va bozor bahosi 14 million so'm bo'lgan 5 bosh qo'yni xufiyona olib chiqib, o'zining boshqaruvidagi Nexia 3 rusumli avtomashinaga ortib, voqea joyidan yashirinishga erishadi. Jinoyatni biriktirgan 3 shovvoz harakatlarini davom ettirib, takroran o'zganing mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish maqsadida joriy yilning 18 oktyabr kunidan 19 oktyabr kuniga o'tar kechasi ham Soybo'yi mahallasida yashovchi Kamolovning yashash uyi yaqinida joylashgan molxonadan bozor bahosi 12 million so'm bo'lgan bir bosh ilk shoxli chorva molini yashirin ravishda Nexia 3 rusumli avtomashinaga ortib, voqea joyidan yashiringan. Chiqish anishim bilan bordik, ikkalamiz tushdik, qo'yni oldik. Ertasi kuni shu ichki ishlar bo'linmasidagi odamlar ushlashdi bizani. Qilgan ishimdan pushaymonman. Jamiyatda birovni narsasiga teginish, olish, o'g'irlik qilish juda ham noto'g'ri ish ekan. Birov bilmay qoladi deydi, bo'lmagan narsa ekan. Baribir ichki ishlar xodimlari baribir topishar ekan. Jazo muqarrar ekan. Qilgan ishimdan juda ham pushaymonman. Xato ish qilib qo'ydim. Ovi baroridan kelayotgan jinoiy guruh a'zolari harakatlarini davom ettirib, 19 noyabr kunidan 20 noyabr kuniga o'tar kechasi Beglamish mahallasida yashovchi yana bir fuqaro Qahramonovning yashash uyi yaqinida joylashgan qo'yxonadan bozor bahosi 10 million so'm bo'lgan bir bosh qo'yni Umarada va Nexia 3 rusumli avtomashinaga ortib, voqea joyidan g'oyib bo'lishadi. Sodir etilgan o'g'irlik jinoyatlarini issiq izda fosh etish maqsadida Ko'kdala tumani ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlar tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida jinoiy guruh qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan fuqarolarga nisbatan Ko'kdala tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblanuvchilarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Viloyat hududida jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida shahar tumanlarida kunlik 2 bosqichda 20 ta yo'nalishlarda ichki ishlar organlari xodimlari jamoatchilik vakillari bilan hamkorlikda tunu kun xizmat qilmoqda. O'tgan hafta davomida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyon xodimlari tomonidan ko'cha va jamoat joylarida bemaqsad yurgan shubha uyg'otgan, jinoyat va huquqbuzarliklar sodir etishga moyil bo'lgan jami 1187 nafar fuqarolar. Shundan mast holatda 55 nafar, huquqbuzarlik sodir etganlar 954 nafar, ichki ishlar organlarida profilaktik hisobda turuvchi jinoyat sodir etganlikda gumondorlar va bemaqsad yurganlar 168 nafar fuqarolar shahar tuman ichki ishlar bo'limlariga olib kelindi. Viloyat hududidagi 965 ta obyektlar tekshirildi. Shuningdek, o'tgan davrda boshqarma jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlar tomonidan mast holatda avtomobil va velosiped boshqargan 91 nafar, davlat raqami belgisini yechib va o'zgartirib harakatlangan 9 nafar, svetoforning qizil chirog'ida harakatlangan 331 nafar, qarama-qarshi harakatlanib avariya holatini yuzaga keltirgan 60 nafar, hujjatsiz rulga o'tirgan 734 nafar haydovchilar va 74 nafar piyodalarga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Hurmatli fuqarolar, qonunlarga va harakat xavfsizligiga doimo amal qiling. Tahlillarga ko'ra, viloyat hududida sodir etilayotgan kiberjinoyatlarning asosiy qismi zararli APK virusli ilovalar orqali amalga oshirilmoqda. Telegram messenjeridan yaqin insonlaringizdan yoki begona profildan kelayotgan turli nomdagi ilovalarni ochishdan oldin tekshirib ko'ring. Bu zararli APK ilovalari bo'lishi mumkin. Viloyatimizning Muborak hamda Nishon tumanida yashovchi fuqarodan viloyat ichki ishlar boshqarmasining 102 xizmatiga murojaat yo'llangan. Unga ko'ra, to'yga taklifnoma va boshqa nomdagi zararli ilovalar kelib tushganligi, ularni ochganda fuqarolarga tegishli bank plastik kartalaridan noma'lum shaxslar tomonidan 100 million so'mdan ortiq miqdordagi pullar yechib olinganligi bildirilgan. Mazkur holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi hamda Xorazm viloyati ichki
Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikdagi tezkor texnik tadbirlar natijasida APK zararli ilova tarqatuvchilar guruhi fosh etildi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu jinoyatni Xorazm viloyatida yashovchi bir guruh shaxslar sodir etganligi aniqlangan. Shuningdek, olib borilgan tezkor tadbirlar davomida gumonlanuvchilardan ashyoviy dalil sifatida telefon qurilmalari, sim karta va bank plastik kartalari hujjatlashtirib olingan. Ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Xavfsiz va sog'lom yurt tadbirlari doirasida noqonuniy valyuta savdosiga chek qo'yildi. Yurtimizda jamoat xavfsizligini mustahkamlash, qonunga xilof iqtisodiy jinoyatlarning oldini olish va ularni barvaqt fosh etish maqsadida o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari izchil davom etmoqda. Shu maqsadda Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati Jinoyat qidiruv boshqarmasining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan Ko'kdala tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida navbatdagi qonunbuzarlik holatiga chek qo'yildi. Aniqlanishicha, Ko'kdala tumani yashovchi muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177-moddasi 2-qismi bilan sudlangan Hasanov Sobir, shuningdek muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 137-moddasi 2-qismi bilan sudlangan Ahmedov Akmallar qonunga xilof ravishda valyuta oldi-sotdisi bilan shug'ullanib kelgan. Tezkor tadbir vaqtida ushbu shaxslar har bir 100 AQSh dollarini 1,205,000 so'mdan hisoblab, jami 7,000 AQSh dollarini 84,350,000 so'mga sotgan paytida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177-moddasi 3-qismi AB bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boring.